Hozir mana shu ko'p etajli domimiz obyektimizdagi ishlarni bir qator tanishtirib o'tmoqchiman do'stlar. Xo'p, biz hozir 5-etajda turibmiz. To есть qaysi etajda tushuntirganim bilan hamma etajda montaj bir xil. Xo'p, biz bu yerda mana nima ishlarni qildik. Fikushka, to есть zvonokka kabel kirgizdik ichkariga har bitta xona uchun, kvartira uchun, to есть bitashli kabel olib kirdik har bitta kvartira uchun mana. Xo'p, har bitta kvartirada bor, mana ko'rishinglar mumkin. Bu oqi zvonokniki. Xo'p, shtraba qilib chiqdik. Katta shtraba transha ochdik. Glavniy kabellar yurish uchun shit o'rnatiladi. Shitimiz mana hozir shit o'rnatish jarayonidamiz. 1.70 lik. Xo'p, kabellarimiz mana 3.6 lik kabel bilan kirgan. Silovoy kabelimiz shitga keladigan 4.10 lik medniy kabel. Xo'p, yana nima? Bu yerda yana har bitta etajda bittadan kamera ustanovkasi bor. Освещениямыз bor va mana bu yerda датчик движения bo'ladi. То есть zinadan ko'tarilganda chiqib подать свет yonadi. Xo'p, mana bu ikkita sariq kabel солнечный panel uchun. Xo'p, zazemlение. Солнечный panel kabellar faqat подать svetlar uchun, mana shu 5 ta etaj uchun ishlab beradi. Ichkarida mana kabellarimiz. Xo'p. Mana shunaqa ishlar. Shogird nihoyatda rodbin taxlab kelyapti, lekin so'yiq qilib